Uzdul PHP dersi 19. qism PHP'deki cookie. Cookie degan nima? Uni ko'pincha ziyoratchi azon tunish qilishimiz. Cookie deganimiz tor bekat mulozimlarining tor ziyoratchi kompyuterda hosil qilgan hujjat xaltasidan iborat. Ya'ni men mush kompyuter orqali bir tor bekatni ziyorat qilsam, u tor bekatniki uchurlari mening kompyuterimdagi ma'lum bir mundarij ichiga bir qism uchurlar shuning saqlanib turdi. Ankin tor ko'rgich turbatni ziyorat qilish iltimosini yo'llaganda masalda uchurni cookie yog'im yo'llaydi. PHP orqali cookie qurish va uning uchurini ayirib elib o'qishga bo'ldi. Cookie qurish. Mana bu set cookie funksiyasi orqali cookie belgilash bo'ldi. Set cookie funksiyasi cho'qim HTML xat kuchiniki oldiga qo'yilgan bo'lishi kerak. Masalan, cookie'niki grammatikasi qaraydigan bo'lsak, set cookie aniki nomi, qiymati, qatorliq parametri, adresi qatorliq shu qiymatlarni belgilashga bo'ldi. Aniki cookie qiymatini o'qish. Buning uchun mana bu dollar belgisi osti tusiq cookie mana bu o'zgartirish miqdori orqali cookie'niki qiymatini o'qishga bo'ladi. Ondan keyin cookie'ni o'chirish uchun inovatli vaqtni o'tib ketgan vaqtga belgilasakli bo'ldi. Masalan, misol qaraydigan bo'lsak, bu yerda buniki inovatli vaqti mana bu 3600 sekund, ya'ni 1 soat. 1 soatgacha inovatlik deb belgilagan. Agar biz bu 3600 ning o'rniga manfiy qiymat bersak, ya'ni 1 soat burun vaqtni belgilasak, undaqda bu cookie inovatsiz bo'lib ketgan bo'ldi yoki 1 soat burun inovatsiz odatga o'tib bo'lgan bo'ldi. Andan keyin qo'shimcha bilim, agar tor ko'rgich cookie'ni qo'llamasa, saloq uchur jadvalda uchur yo'llash orqali bu masalani hal qilishga bo'ladi. Yoki men misol qaraydigan bo'lsak, men cookie qiymatini o'qishga nisbatan misol mana orqali buniki qiymatini o'qidik, anaki men print r qiymat orqali mana bu cookie qiymatini chiqarib berdik ekranda. Andan keyin mana bu isat funksiyasi orqali cookie'ni tekshirish. Ya'ni mana bu usul orqali if agar mana bu cookie qiymati, mana userning cookie qiymati bormi yo'q bo'lib qolsa, bundan qiymatni ko'rsatib, agar bo'lmay qolsa, a'zoning nomi yo'q bo'lib qolsa, bu yerda siz mana bu mehmonni qarshi olamiz yoki assalomu alaykum mehmon degandek mush uchurni ko'rsatib berish, mush uchurni chiqarsak bo'ladi.